Mana Umar bahor kelib salafanlarni ochib tashlaganingdan keyin обязательно bir haftada 2 marta mana shunaqa isiriq tutatib qo'ygin molxonaga. Mana shunaqa qilib mollarni burnida changi bor. Mana bu temirlarda infeksiyalar bo'ladi-da, ani kasaldan chiqdi. Ko'ryapsan, zax, mana shular hamma islarni oladi. Mana shu kasallar yopishib qo'ygan. Keyin tegini обязательно sipirish kerak-da. Sipirganingda mana shu hamma bakteriyalar chiqib ketadi. Molxonadan hid kelmasligini sharoiti mana shu. Bitta isiriq tutatasan, yaxshilab shu bilan mollarni burnlari ham ochilib ketadi, terlari quriydi, bakteriyalar o'ladi hammasi. Bu isiriq eskitdan tutatib kelgan odamlar shu narsa shu uchun kerak. Bir mol ham o'zi akshirib yuboradi orada bir. Yaxshilab-da, mana shu burnida nima bor bo'lsa, hammasini chiqarib yuboradi. Mana shunaqa narsani har doim qilib turish kerak. Haftada 2 marta tutatsang, molxonangda hid bo'lmaydi. 50 ta mol boqsang, hidi bo'lmaydi ham bo'ladi. Mana shunaqa tutatib, bitta-bitta tutatib qo'yish kerak. Bo'ldi.